Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugün yana Allah'ın izni bilen roza haqidagi fiqh dersimizning davomini o'qiymiz. Biz oldidagi darsda roza tutmaslikni durust qiladigan, mubah qiladigan shar'iy uzrlar haqida to'xtalib, safar qilish va kasallik dedik. Endi roza tutmaslikni durust qiladigan sabablardan yana biri bola emitish va homildorlik. Bolasini emitayotgan ayol bilan homildor ayolning ahvoli ikki xil. Birinchi xil holat roza tutish sababidan homildor ayol yoki bola emitadigan ayol qiynalib qolmaydi, qiyinchilik tortib qolmaydi. Uningga qarata hech qanday aks ta'sir ko'rsatmaydi. Bolasidan va yoki o'zidan ansirmaydi. Bu xil ahvol ostida chuqum roza tutish kerak va roza tutmay ig'iz uchiq yurishi durust bo'lmaydi. Ikkinchi xil ahvol. Ikkinchi xil holat roza tutish sababidan o'zi yoki bolasidan ansiraydigan ahvol bo'lsa, bu chog'da roza tutmaslik kerak. Va Ramazonda tutamag'an rozasining qazosini keyin qilish kerak. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: "Innalloha wada'a 'anil musafiri shatra as-salati was-sawm va 'anil hubula wal murdi'is-sawm." Alloh taolo musafirdan namozning yerimini ko'taribdi va roza tutishni ko'taribdi. Homildor ayoldan va bola emitadigan ayoldan rozani ko'taribdi. Bu hadisni Imom Nasoiy va Termiziy rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni hasan hadis degan. Ba'zi ahli ilmlar agar homildor ayol yoki bola emitadigan ayol bolasidan ansirab qolsa, ya'ni roza tutish sababidan bolasidan ansiraydigan ish bo'lsa, u chaqda uning roza tutishi harom bo'ladi deb qaragan. Kuchli ko'z qarashga asosan, homildor ayollar bilan bola emitadigan ayollar Ramazonda tutamag'an rozasining qazosini keyin qilish kerak. Mayli bu ayollar o'zlaridan ansirgan bo'lsin yoki homildor ayol qo'sqitki bu vaqtdan ansirgan bo'lsin yoki bola emitadigan ayol emitadigan bolasidan ansirgan bo'lsin o'xshash. 4-xil sabab hayz va nifos. Biz oldida deb o'tdik, hayzdor ayollar bilan nifosdagi ayollarning roza tutishi harom. Bular roza tutmaslik kerak. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: "Alaysa iza hadat lam tusalli va lam tasum." Ya'ni agar ayol kishi hayzdor bo'lib qolsa, roza tutmaydi va namoz o'qimaydi emasmi? Fazalika min nuqsani diniha. Ana shu bu ayolning dinining kamtukligining qatoridan. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Shunga hayzdor ayol bilan nifosdagi ayol roza tutmaydi. Hayzdor vaqti bilan nifosdagi vaqtida tutamag'an rozasining qazosini qiladi. Chunki Oysha radhiyallohu anha biz Ramazonda hayz bo'lib qolatdik va tutamag'an rozaning qazosini qilishga buyurilatdik, ammo namozning qazosini qilishga buyurilmaydi degan. Agar bir ayol ro'zador holatda Ramazonning kunduzi hayz kelib qolsa, u chaqda u ayol rozasini kun o'rtog'ichilik davomlashtirmaydi, balki ig'iz ichib o'tadi va shu kunning qazosini qiladi. Shu kunning rozasining qazosini qiladi. Yana bir xil ahvol. Agar u ayol kunduzlikda hayzini saqaygan bo'lsa, hatto kun o'ltirishdan bir necha minut burun hayzini saqaygan bo'lsa-mu, shu kunning qazosini qiladi. U ayolga siz endi hayzini saqayibsiz, ya'ni kunduzning ma'lum bir vaqtida kashkichilik bir narsa yemay, ichmay roza tuting deyilmaydi. Yana bir masala. Agar bir ayol bomdoddan burun hayzini saqaygan bo'lsa, lekin bomdoddan keyin yuyingan bo'lsa, g'usl qilgan bo'lsa, bu chaqda u ayolning rozasi durust bo'ladi. Ammo u ayol bomdoddan burun, ya'ni hayzini saqaygandan keyinla roza tutishni niyat qilgan bo'lish kerak. Yana bir masala. Agar bir ayol ro'zador bo'lsa, Ramazonning kunduzida bo'ydan ajrab ketsa, uningki bo'ydan ajrab ketgan bolasi texibra shaklga, odam shakliga kirmagan bo'lsa, u chaqda uningdan kelgan qon nifosning qoni emas, balki to'g'ri ko'z qarash. U qon buzuq qonning qatorida bo'ladi. U ayol roza tutadi, ya'ni rozasini davomlashtiradi kechgacha va namoz o'qiydi. Agar u bo'ydan ajrab ketgan ayolning bolasi bir shaklga, odam shakliga kirgan bo'lsa, u chaqda roza bo'lmaydi va namoz o'qisin bo'lmaydi. Homilaning onaning qo'rsqida bir odam shakliga kelganligini bilgili bo'ladigan vaqt eng oz deganda 80 kun, ko'pincha 90 kun bo'ladi.
Yani hamildarlıqның dəstləbki vaxtıdan başlap hesablasaq, 80 gün bolsa yoki 90 gün bolsa, muş arlıqda balası içib ketgan bolsa, adam şəkliga, yəni qoli, puti degəndək şəkilli kirməyən bolsa, o çağda bu nifas bolmaydı, bəlkə buzuqqan hesablandı. Onundan keyin bolsa, 80 gündən 90 gündən eşib ketsə, o çağda bu ayal nifaslı boludu. Yəni o ayaldan kəlgən qan nifasının qanı boludu, ayal roz tutmaydı və namaz oxumaydı. Aldınqı dərs və bugünkü dərsకి münasibətlik bəzi fiqhi məsələlər. Birinci, davamlıq maşina haydaydigan yoki aeroplan haydaydigan, davamlıq səfərdə bo'ladigan bunaq odamlarga nisbatan bular ruxsatni tutsa bo'ladi. Chunki Alloh taolo musofirga namozni qasr qilishga va ro'za tutmaslikqa ruxsat qildi. Va bu ruxsatni ma'lum bir narsa bilan cheklab qo'ymadi, qaydlab qo'ymadi. Ammo bunday davomli safarda bo'lgan kishilarning ro'za tutishga taqati yetsa, qiyinchilik bo'lib qolmasa, ro'za tutishi sunnat hisoblanadi. Ikkinchi, musofir kishi uning safar mayli qanchalik qulaylik, qanchalik rohat bo'lib ketishidan qat'iy nazar, u kishi Alloh taolaning shu ruxsatini qabul qilib, ro'za tutmay, og'zi ochiq holatda bo'lishi safar ustida bu ruxsat, ya'ni mubah. Chunki musofirning safar ustida ro'za tutmaslikning illati uning safar qilishi. Alloh taolo bu yerda bu ruxsatni qilgan vaqtida uni bir narsa bilan cheklab qo'ymadi, qaydlab qo'ymadi. Uchinchi, musofir ro'za tutmagan bo'lsa, ondan Ramazonning kunduzligida uyga qaytib kelgan bo'lsa, undan musofirlik holat ko'tarilib, hamda muqim holatda bo'lgan bo'lsa, bu chaqda bu kishiga sen kun o'ltirg'uchilik bir narsa yemay, ichmay ro'za tutqin deyilmaydi. Ya'ni bu kuchli ko'z qarash. 4-chi, istihoz bo'lib qolgan ayol, ya'ni baliyat ustidan davomli qon kelib, qon to'xtamaydigan bir kasalga giribdor bo'lgan ayol ro'za tutadi va namoz o'qiydi, uning ro'zasi va namozi durust bo'ladi. Yana bir masala, nihoyatda og'ir ish qiladigan, jafoliq ish qiladigan odam ro'za tutgan bo'lsa, shuning bilan kunduzlikda ro'za tutganlik sababdan bek usab ketib, holi qolmay, hayotga xim xatar yetish ehtimoli bor vaqtida bu chaqda bu kishi ro'zasini sundirversa bo'ladi. Lekin keyin shu kuni qazosini qiladi. Bu jumhur ulamolarning ko'z qarashi. Bugungi dars mushtagichi bo'lsin. Davomi bor inshaalloh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka va atubu ilayk.